Bugun Toshkent shahrida xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan qo'shma loyiha taqdim etilmoqda. Ushbu loyiha xotin-qizlarning ish topishi, daromad qilishi hamda ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish qo'shma dasturi Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, uning byudjeti 4,9 millionni tashkil etadi. Loyiha ayollar uchun qulay ish sharoitlarini yaratish, nogironligi bo'lgan ayollar va qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu tashabbus O'zbekiston hukumati, Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi mavjud islohotlar va mustahkam hamkorlikka tayanadi. Dastur 2026-2028 yillar davomida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. O'zbekistonning barcha hududlarida oila maskanlari ishga tushirilgan va bugungi dastur doirasida ushbu oila maskanlarini faoliyatida ham o'zlarini yordam qo'llarini cho'zish takliflarini berishgan. Bu maskanlarimizda umuman olganda biz yosh oilalarni, ya'ni yangi oila quruvchi bo'lgan yoshlarga o'quv dasturlari tashkil etilgan. Dasturning asosiy maqsadi ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotda to'liq va teng ishtirok etishini ta'minlashdir. Bu esa munosib ish imkoniyatlarini kengaytirish, zararli ijtimoiy qarashlarni o'zgartirish hamda reproduktiv salomatlik va oila rejalashtirish xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, ushbu loyiha ayollarga o'z salomatligiga e'tiborli bo'lish, oilasi va turmush sharoiti bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini ham berishi ta'kidlandi. Ta'kidlash lozim, ushbu dasturdan 5000 nafar ayol kasbiy va raqamli ta'lim olishi hamda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'llab-quvvatlanishi, 70 ta xususiy kompaniya inson resurslarini boshqarishda gender siyosatiga yondashuvlarni yaxshilash va o'z faoliyatiga gender tengligini integratsiya qilish kutilmoqda. Bundan tashqari 700 nafar o'smir qizlar, jumladan 150 nafar nogironligi bo'lgan qizlar hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirish, ta'lim va bandlik imkoniyatlaridan foydalanish huquqiga ega bo'lishlari kutilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirishda juda katta maqsadlar ko'zda tutilgan. Xususan respublika bo'ylab 14 ta nikohlanuvchi juftliklar o'qitiladi va ularni har tomonlama standartlashtirilgan xizmatlardan foydalanish bo'yicha faoliyati to'liq yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari mana shu loyiha orqali 3000 nafar juftlik nikohga tayyorlanadi. Aytish kerakki, yangi dastur xotin-qizlarning ta'lim, bandlik va iqtisodiy faolligini oshirish orqali ularning kelajagi uchun yangi imkoniyatlar yaratishni maqsad qilgani bilan ahamiyatlidir.